Assalomu alaykum. Sizlar bilan Ismoilov Umarbek. Bugun sizlar bilan Kinobot ochishni o'rganamiz. Buning uchun bizga hech narsa kerak emas. Prosta Telegramni o'zi bo'lsa bo'ldi. Qani oldin menga obuna bo'lamiz, keyin pastda ssilka qoldirgan ham bosib o'tib olamiz Telegramga. Sal internet sekunda. Mana Telegram o'tdi birinchi navbatda. Xo'p, botga kiradi hozir. Sal internet sekin aytganimdek. Mana kirdi. Ilovani Kinobot taylab qo'yganman, o'shani yuklab olamiz. Keyin uni yuklab olamiz. Mana shu yuklab oldik. Xo'p, keyin chiqib turib, bu yoqqa bot modher deb yozamiz. Xo'p, mana chiqib keladi o'zi. Keyin startni bosamiz. Keyin bot qo'shishni bosamiz, yaratishni. Keyin o'z xohishingiz tasvirlang o'shani bosamiz. Keyin biza nomini yozamiz faqat Kinobot. Xo'p, u bot bo'lmaydi, nom bor. Xo'p, tarjima kinolar. Keyin emojicha qo'yib qo'yamiz bitta. Xo'p, tarjima kinolar. Mana shu emoji bo'ladi. Xo'p, keyin yuboramiz. Bot yaratishni bosamiz. Keyin o'zimizga mos qilib taxlab olamiz. Xo'p, mana bizga kino nimadirlar bot berib keladi. O'shani o'zimizga to'g'rilab mos olamiz. Kinolar. Hop, o'rtasiga tashqariga qo'yamiz. Keyin yoqqa unday qilib bir bor ekan bu 0 o'zi bo'lmaydi. 01 bor ekan. 02 ham bor ekan. 03 qo'yamiz. 03 bor ekan. Taksicha ham qo'yib qo'yamiz bot tarasiga. Chiroyliroq bo'ladi. Yaratamiz. Xo'p, mana startni bosib qo'yamiz. Keyin orqaga qaytamiz. Xo'p, mana o'zi bot yaratilmoqda. Bu hozir 4 minutlik bo'ldi. O'zi yarataveradi. Bu boshqacha ishlaydi. Xo'p, keyin orqaga qaratib user info yozamiz. Bu yerdan siz o'zingizni ID raqamingizni olsangiz bo'ladi. Mana startni bosasiz, birdan ID raqam tayyorlayveradi. ID degan joydan IDni nusxa olamiz. Nusxaladik. Endi orqaga chiqib turib chiqdik. Xo'p, mana yerda ikkita ilova kerak bo'ladi. Bular to'liq ko'rinmabdi. Sizlarga Telegramga taylab qo'yaman. Xo'p, bunisiga kiramiz, yashilga. Keyin bu pastga tushib turib Telegram joyini bosamiz. Keyin Files'ga bosamiz. Keyin Kinobotni bosamiz. Xo'p, ochmoqda. Keyin kiradi o'zi. Mana sizlar berdi. Xo'p, endi mana ID joyiga IDni qo'yishimiz kerak. Manki sizlar yana bir boshdan ko'rsataman. Keyin mana user infoga kiramiz. IDni ko'rsatamiz. Keyin mana pastda user name'ni bosamiz. O'shani nusxalab olishimiz kerak. Buni nusxalamadik, esimizdan chiqibdi. Xo'p, orqaga qaytamiz. Xo'p, kirib olamiz. Kiryapti sekin-sekin. Mana admin ID degan joyiga o'zimizning ID'mizni qo'yamiz. Boyaga olgan user infodan. Xo'p, nomni hali yozilgani yo'qda. Xo'p, keyin mana shuni qo'yamiz. Keyin esa o'zimizning user name'ni qo'yamiz, ya'ni o'sha ismimizni. Xo'p, mana qo'yib oldik. Endi shunga o'xshash joylarga qo'yib chiqamiz. Mana. Bu o'zimning ismim to'g'ri. Xo'p, bunga ham qo'yamiz. Pastda ham user name degan joyi bor ekan, o'sha yoqqa ham qo'yamiz. Bu botni buni o'zim qilmaganman, bir ikkita akalarim qilib bergan, o'zimga moslab qilib olganman qo'yanlarni. Adishoy o'ylagan, rahmat. Xo'p. Bot tokenga boyagi bot tokenni qilamiz. Xo'p, orqaga qaytib Telegramga kiramiz. Keyin qidiruvga
bot Father deb yozamiz. Bot Father. Mana o'zgarib chiqib keladi. Keyin startni bosamiz. Men hozir bot yaratganman, shuning uchun buni bo'lmayapti. Startni bosamiz. Boshdan ko'rsatib beraman. Keyin my botsga kiramiz va o'zimiz boya yaratgan botni tanlaymiz. Mana shu. Xo'p, shuni kirib olamiz. API tokenni bosamiz. Keyin tokenni nusxalab olamiz va orqaga qaytamiz. Va revenue tokenni bosangiz, token yangilanadi. Orqaga qaytamiz. Internet ishlamayapti. Mana biz ham orqaga qaytamiz. Qaytdi, bo'ldi. Keyin chiqamiz, qaytamiz. Xo'p, idni qo'yamiz joyiga joylashtirib. Xo'p, mana API tokenga joylashtirib olamiz boyagini. Mana joylashtirildi. Xo'p, bo'ldi. Bu yerda ishladi menimcha. Ana endi qara, mana bo'ldi. Endi saqlaymiz. Bajarildi. Keyin buni biz nusxalab olamiz. Hammasini, barchasini nusxalab olamiz. Keyin orqaga chiqib turib, Telegramga qaytib mana kirib oldi. Endi saqlangan xabarlarga kiramiz. Любой odamingizga tayyorlasangiz bo'ladi mana. Xo'p, va o'zi bo'linib ketadi-da, botga kirsangiz sal bashishcharoq bo'lib qoladi. Shunga birinchi boshiga o'tamiz. O'tib ko'rsataman sizlarga qanday bo'linishini. Mana sekin. Mana boshi. Mana bizga qiyin joylar. Endi bot matxirga o'tib boshqarishni bosamiz. Botimiz boya tayyor bo'lgan. Tahrirlashni bosamiz. Bosgandan shunday xabar chiqadi. Keyin saqlangan xabarlarga kiramiz. Balki birinchisidagi nusxalab olamiz. Keyin orqaga qaytib turib, kino kod matxirga kiramiz. Bot matxirga. Chalkashib ketdim. Keyin boyagi nusxalab olgan narsamizni jo'natamiz. Xo'p. Kodni tahrirlab turib, sizga bot yaratib beradi, kino bot. Xo'p, bu 10 minut, 15 minut davom etadi. Shuning uchun hozircha o'chirib turaman. Bu men birinchi videom, shuning uchun to'g'ri tushunasizligiga umid qilaman. Albatta ikkinchi video ham bo'ladi.